O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 23-oktyabrdagi kasbiy ta'lim tizimi boshqaruv samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 190-sonli farmoni asosida Namangan shahar 1-son texnikum tashkil etildi. Texnikumda 2025-2026 o'quv yilida 9-sinf kesimida 9 ta kasb bo'yicha 1558 nafar va 11-sinf kesimida 2 ta kasb bo'yicha 50 nafar jami 1608 nafar o'quvchilar tahsil olishmoqda. Ularga 73 nafar pedagog va muhandis pedagoglar kasb sirlarini o'rgatib kelmoqdalar. Shundan fan nomzodi, dotsent, PhD 1 nafar, bosh o'qituvchi 1 nafar, yetakchi o'qituvchi 1 nafar, katta o'qituvchi 9 nafar. Namangan shahar 1-son texnikumi 2026-2027 o'quv yiliga 9 baza kesimida 10 ta kasb bo'yicha tikuvchi, oshpaz, zargarlik, kompyuter grafikasi va dizayn operatori, payvandlovchi, sotuvchi, nazoratchi kassir, avtomobillarni ta'minlash va ularga xizmat ko'rsatish, istirohat bog'i va landshaft qurilishi, sartarosh modelyer, elektromontor. Umumta'lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilarini kunduzgi ta'limga 120 nafar va dual ta'limga 480 nafar o'quvchi yoshlarni o'qishga qabul qiladi. 11-sinf kesimida 5 ta mutaxassislik bo'yicha buxgalteriya hisobi va audit, axborot xavfsizligi, aqlli uy loyihalash dasturchisi, sanoat mexanigi, aholi va turistlarning ovqatlanish tashkil etish servisi. Umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari va o'rta maxsus ma'lumotga ega fuqarolarni kunduzgi ta'limga 150 nafar va dual ta'limga 60 nafar o'quvchi yoshlarni o'qishga qabul qiladi.